Oila mehr va baxt qo'rg'oni. Oila bor ekan, farzand degan bebaho ne'mat bor. Insoniy qadr-qimmat va ma'naviyat bor. Oilaviy baxt bu eng ulug' saodatdir. Shavkat Mirziyoyev. Mamlakatimizda amalga oshirilib kelayotgan keng qamrovli ijtimoiy islohotlarning mazmun mohiyati oila manfaatlarini himoya qilish, uning jamiyatdagi muhim ijtimoiy institut va barkamol avlodni tarbiyalash o'chog'i sifatida mustahkamlash, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy tarbiyaviy asoslarni qo'llab-quvvatlash, oilaviy tarbiya va reproduktiv salomatlik hamda bu boradagi tizimli ishlardan tarkib topadi. Inson borki, oilada tug'iladi, voyaga yetadi, oilalardan jamiyat tashkil topadi. Baxtli va farovon oilalar ko'paysa, jamiyat rivojlanadi. Oila ijtimoiy hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini, tarbiyaning uzluksizligini ta'minlaydigan, kelajak avlod qadriyatlar tizimiga o'z ta'sirini ko'rsatadigan ijtimoiy makondir. Oila erkak va ayol o'rtasidagi rasmiy nikohga asoslangan, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlardan tashkil topgan, jamiyatning axloqiy me'yorlari va qoidalarini qo'llab-quvvatlanadigan, insoniyat madaniyatini kelajak avlodga yetkazib beradigan va uni rivojlantiradigan birlamchi ijtimoiy guruhdir. Darhaqiqat, globallashuv jarayonlarining jadallashuvi oilaviy qadriyatlarning himoya qilinishini ham kun tartibiga qo'ymoqda. Jamiyatda zamonaviy tendensiyalar, iqtisodiy integratsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining taraqqiy etishi va global internet tarmog'ining keng quloch yoyishi bilan oilaviy munosabatlar madaniyatining pasayishi va an'anaviy qadriyatlarga nisbatan oila a'zolarida yangicha munosabatning shakllanishiga ta'sir qilmoqda. Bu esa albatta jamiyatimizda oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash borasidagi ishlarni yanada kuchaytirish hamda yoshlar ongida oila muqaddasligi tushunchasini singdirib borishni birlamchi vazifa etib belgilamoqda.